qarz haqida ko'pchilik so'radi, qarzdor kishi o'qiydigan duo bormi? Shunaqa duo bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlar va va'da berganlar, kim shu duoni qilsa, Alloh uni qarzlardan qutultiradi. Men o'zim bu hadisni eshitganimda $6000 yaqin qarzim bo'lgan. O'qishim bilan Alloh shunaqa bir yordam bergan va qarzimdan qutulib ketganman. Abu Davudda keladi bu hadis. Duo qismi Sahihaynda ham kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirganlarida Abu Umama radhiyallohu anhu ni ko'rib qoladilar, mahzun holatda. Va so'raydilar, nima bo'ldi? U kishi aytadilarki, g'amlar menga egallab oldi, qarzlarga botib qoldim deydilar. Shunda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men sizga shunaqa bir kalimalarni o'rgataman, uni aytsangiz, Alloh sizning g'amlaringizni ham ketkazadi, qarzlaringizdan ham qutultiradi. U duo Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan. Allohim sendan g'amginlikdan va mahzunlikdan panoh so'rayman. Va a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ojizlikdan va dangasalikdan panoh so'rayman. Va a'udhu bika minal jubni wal bukhl. Qo'rqoqlikdan va baxillikdan panoh so'rayman. Va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. Qarzlar g'olib kelib qolishidan va kishilarning qahridan panoh so'rayman. Abu Umama aytadilarki, shuni aytdim, Alloh meni g'amlarimni ham ketkazdi, qarzlarimdan ham qutultirdi. Allohga qasam ichib aytaman, men ham shuni aytdim, Alloh g'amlarimni ham ketkazdi, qarzlarimdan ham qutultirdi. Qarzdor bo'lgan tanishlaringizga eslatma qilib qo'yinglar, bu duoni o'rgatib qo'yinglar. Assalomu alaykum.